Assalomu alaykum YouTube. Mana pomidorlarimiz. Bu 6-yanvarda ekilgan. O'zi shonalab qopti. Mana shonalar bor. Chopiq qilinyapti hozir. Hujjatlar ahvoli yomon emas. Sovuq shamol har xil pogodadan o'tib kelyapti. Quyosh juda kam bo'ldi shu o'rtada. Ketish yaxshi. Bugun 28-yanvar. Oradan shuncha kun o'tib bu chopiq qilinyapti. Hujjatlar har xil edi, bir xil mayda, bir xil katta. Shuni hammasi har xil rivojlanyapti endi. To'qqiz mingta ekkanmiz, 40 sotiqqa. Shunaqa orasini 1.40 qilib, juyani orasi 1.40. O'rta bilan o'rta. 2 qatorlik qilganmiz. Xudo xolasa. Yo'l probaga ekdik va anaqa navining buni navi esdan chiqib ketdi. Malkanet ekan, Malkanet. Karlikovi juda bo'yi kalta bo'lar ekan, 4 ta 5 ta pog'ona bo'lib, o'zidan o'zi chikanka bo'lib qolar ekanda va tez pishar ekan. Lekin yumshoqroq bo'lar ekan. Bir oy ichida sotib, 1 oy 1,5 oy ichida sotib tugatsa bo'ladi dedi. Shuni hisobiga yozda qolib ketmasligi uchun shu navni ekdik. Yozda keyin narx-navo tushib ketadi. 3-4 yil bo'lib qolsa, keyin bu maza qilmaydi pomidorga. Shu aprel, may oyida sotib olsak, xudo xolasa yaxshi foyda qoladi deyapmiz. Videolar yuklab boraman, xudo xolasa, yil ko'ramiz probaga. Malkanet qanaqa pomidorligini.